Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men Taftish.uz blogerlari qamalishi bo'yicha o'z fikrimni bildirmoqchiman. Sababi hali bu blogerlarni to'liq aybi sud jarayonida o'z tasdig'ini topgani yo'q. To qachon sud bo'lib, uni aybiga iqror bo'lmaguncha u gumonlanuvchi sifatida bo'ladi, lekin u aybdor bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapman, u bunday qilibdi, mashinada besprava haydabdi, tamagirlik qilibdi. Sizlar bor edingizlarmi? Shu tamagirlik oldi berdisida siz shaxsan bor edingizmi yoki spolichna qo'lga olgan edingizmi? Men nima demoqchiman? O'z fikrimda hali u to'liq isbotini topmaguncha ularga sizlar bunaqa video murojaatlar bilan ayblov e'lon qilib, uni bo'yniga qo'yishga, ayniqsa yuqori turuvchi organlarni, davlat idoralari xodimlarini bu ishga aslo haqqi yo'q. Ular o'zi bilishadi bu narsani, lekin yomonlab chiqarishadi. Men bilaman bu narsani nima uchun bunday chiqaryapti, nima sababdan, kimdirlar bilan sporlashgan, lekin u 2006-yil qiz bo'lsa-da, uni hali fikrlash qobiliyati, men bilmayman qanday, lekin yaxshi, faoliyati yaxshi, men kuzatardim. Yaxshi jonkuyarlik nimasi bor, haqiqatgo'y, talabchan. Lekin 2006-yil qiz bilan mujik bor-ku, mardak. O'shani sporlashishi men uchun qanaqadir uyat bo'lib qoldi. Ya'ni toshingni ter, kim nima qil, bunday qil, izdivatsiyada. Siz katta soch bor-ku, ana sochlar oqaradi-ku. Siz katta insonsizda. Lavozimingiz bor. Sochlaringiz oqargan bunaqa joylarda og'ir, vazmin bo'ladilar. Ko'p gapirmaylar mani. Men endi shunday fikrlayman, chunki men agar sizning yoshingizga yetsam agar, men shunaqa fikrlasdim-da. Endi men shu yosh qizlar bilan yoki yosh blogerlar bilan nima qilamanmi? Qani bir o'rganib ko'ray, qani balkim u ham to'g'ri gapirayotgandir deb bir sinchiklab o'rganardim. Mayli qo'yaverardim, ishlasin deb. Lekin ana bu 5 panja bor-ku, 5 panja barobar emas-da. Ya'ni davlat idoralari xodimlari ham bor bunaqa. Hamma, masalan, davlat idoralari xodimlari yoki blogerlar hammasi yaxshi emas. Unaqa deb bo'lmaydi. Blogerlarning o'rtasida ham yomoni ham bor, yaxshisi ham bor. Takji davlat idoralari xodimlari ham yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Uni yomonlab chiqarsa tizim deyiladi. Tizim emas, bu aksincha. Idorada ham shunaqa yomon insonlar bor. Unaqa yomon insonlarni davlat ishiga ishlashga haqqi yo'q deb men shaxsan aytaman. Ya'ni tizim bu boshqa narsa. Tizim deb bahona qilish kerak emas. Tizim o'z yo'lida. Formani kiydimi, masalan, u o'sha og'ir, vazmin, chiroyli muomalada bo'ladigan, fikrlash qobiliyati juda kuchli bo'lishi kerak. Shunaqa gaplar. Bu bolalarni men taniyman, xalq dardi va boshqa nimalarni chiqaradi. Yaxshi, malatsi bolalar. Yoshlarni sindirmanglar. Hurmatli davlat idora xodimlari, ayniqsa jajdasi bor. Shu insonlarga jajdasi bor. Shularni sindirish bilan ketida yurgan odamlar. Bu yoshlarni sindirishlaringiz xato deb o'ylayman. Lekin haqiqat egiladi, bukiladi, lekin hech qachon sinmaydi. Eslaringizdan chiqarmanglar shu narsani. Blogerlar, gazuyt to'katak. Agar sizlar haq bo'lsalaringiz, agar sizlarni orqalaringiz top-toza, sizlar haqiqat tarafdori bo'lsalaringiz, только газуйте. Ничего не бойтесь, пожалуйста. Biz siz bilan olg'a